Hammaga salom. Bu videoda men sizlar bilan meni qilgan cringe ishlarim haqida gaplashamiz. Effektga e'tibor bermaysizlar. Просто tak shunaqa cringe effektlarda cringe voqealarni aytib berishga harakat qilyapman. Boshladik. Bu ish menimcha qachon bo'ldi? Menimcha где-то bir 10 yoki 11 sentyabrda bo'lgan ishni gapirib beraman sizlarga. Короче, hamma sinfdoshlarimiz anaqaga ketayotgandik, magazinga ko'taramiz paytida. O'lchab ko'raylik, kimi bo'y baland. Men ancha-muncha bolalarimizdan balandman-da. Va doim bitta sinfdoshim mendan past. Turnik tortiladimi, baba past bo'ladi va men yonimga keldim-da, qaratdi. Past ekansan dedim. Xavotirim hali o'smabsan desam, chiqib ketayotgan joyimda karamga bit turdi. Atrofimga qarasam hech bola yo'q. Men dovdiraman qilib asab. Keyin qarasam bitta sinfdoshimiz baklashka ko'tarib kelyapti. Va men shunday baklashkani oldim-da, o'sha bolaga otmoqchi edim. Va u bola qochib ketganda nima bo'ldi bilasizlarmi? Bitta bola telefon o'ynab o'tiruvdi. Ibrohim ismi. Ibrohim telefon o'ynab o'tiruvdi. Men baklashkani bitta otganimda Ibrohim kallasiga bo'lib shuni otdi. U bola jim o'tirganda men qattiq tegmadi deb chiqib ketmoqchi edim. Va uzr Ibrohim dedim. U o'zi bo'sh tasad indamadi yaxshi baxtimga. Va men uzr Ibrohim dedim. Va endi chiqib ketmoqchi bo'lganimda qarasam, mamda boshini ufta, mamda qilsa, hamma joy qon, yerlar qon bo'ldi o'zi. Ya просто shok. Qilib turibman, qo'rqib turibman-da. Hech kimga bildirmayapman. Kulib turibman, lekin ichim, yuragim qotib turibdi. Lekin ichimga bildirmayapman bu narsani. Va hamma o'l, direktor chaqiringlar, Shabonni qamatamiz deyapti. Ungacha yuragim qaltirayapti men. Keyin uzr dedim-da, atak chiqib ketdim. Вообще farqi yo'q menga bilasizlar. Men tanamizga chiqib ketdim. Keyin kelsam, sinfdoshlarimiz direktor chaqiryapti dedi. Va men direktorga ozgina aktrisalik yoqdim. O'sha yerda ozgina endi ko'z yosh qildim-da. Va mendan tushuntirish xati olmadi-da. Men bilan bo'yni o'lchagan boladan tushuntirish xati oldim. Ya, вот kriza. Tushunish kerak-ku. Odam o'zini oqlash kerak. Va u bolaga kechir qildim. No, nima bo'lganini bilasizlarmi? U bolaning boshiga ikkita chok tushibdi. Bu chok tushgani o'zimcha shunaqa tasavvur qilib oldim. Men bu yerdan ikkita menda uzun chiziqcha bo'lib qolgan. Chok dedi. Bizga direktor shunaqa dedi. U bolaga ikkita chok tushibdi dedi. Borib ko'rib qo'yinglar dedi u bolani. Keyin direktor aytdi, "Oilaning nomerini beringlar, kelinglar" dedi. Sinfdoshim ikkalamizga. Va men xo'p dedim. Va nima qildim bilasizlarmi? Shat o'zimning nomerimni berdim. Вот, o'zimning nomerimni berdim. Va o'zim nomerimga qildi. O'zim nomerim uyda bezuvuk zaryadkasi yo'q bo'lib yotgandi. Va qildi-da direktor. Oyinining nomeri ochiq ekan, o'zing tushuntirib qo'y, xo'pmi dedi. Katta muammo bo'lib ketmasin qizim dedi. Va men aytdim, "Xo'p" dedim. O'zim aytib qo'yaman dedim va uyga kelib hech kimga aytmadim. Bu ish bosti bo'lib ketdi. Men o'zim bilardim. O'zini ham chaqirib kelmadi u bola. Nima, короче, hozir u bola kepka kiyib yuribdi, maktabga kelmayapti. Va просто shok, birinchi anaqa bo'lganim, shok bo'lganim. U bola hozir boshqa maktabga o'tib ketyapti.